Viktor, menda vaqt kam, shuning uchun yaxshi eshit. Senga biror hol bo'ldimi? Ha, bir narsani eshitib qo'y. Men hozir Belaya Reka degan shaharchadaman. Hozir Cherski tizmasi yonidagi tog'larda turibman. U yerda nima qilyapsan? Gapimni bo'lma. Yo'qolgan sayyohlarni va ularning lagerini qidirayotgan edik. Lager shoshilinch tark etilganga o'xshaydi. Nima bo'lganini tushunmadim. Uzoqqa ketishmagan. Biz noma'lum marmar g'orni topdik. Undan keyin qolgan qutqaruvchilar yo'qoldi. Men yolg'iz qoldim. Bu yerda begona odamlarga ko'zim tushdi. Ular skuterlarda va yelkalarida yulduzlar bor. Alyo, senga nima bo'ldi? Alyo. La'nati, nega bunday tugashi kerak? Nega hammasi shunday? Ilm-fan biz bilan, ya'ni akam bilan doim ishtiyoqda edik. Biologiya fakultetini bitirganmiz. Birgalikda doktorlik ishini yozganmiz. Birinchi grantni olganmiz. Shundan keyin yo'llarimiz ajraldi. Mixail foyda izlashga tushdi. U tadqiqotlardan foyda ko'rmoqchi bo'ldi. Men esa ilmni rivojlantirishda davom etdim. Bu esa oxir-oqibat tabiiy tugadi. Meni AQSh va iste'dodli olim sifatida AQShga ishga chaqirishdi. Keyinroq meni fond o'ziga tortdi. Akam esa Rossiyaning bir viloyatida qolib ketdi. Yillar davomida gaplashmadik. Yaqinda u menga qo'ng'iroq qilib g'alati topilma haqida gapirdi. Keyin Sibirdagi bir shaharchadan bog'lanishdi. Akam Mixailning kuygan jasadini topishgan emish. Qalaysan, Viktor? Hammasi joyidami? Ha, onajon. Bu bizning universitetda tugatganimizda olingan medalyonlarimiz. Men haligacha o'zimnikini taqib yuraman. Mixail esa har doim sarguzashtni sevardi. Eslayman, bir safar chang'ida uchib ketayotib, qor ko'chkisida tushib qoldik. Akamning chap qo'li qattiq sindi. Uning qo'lini parcha-parcha qilib yig'ishgandi. Sen yaxshisi ta'til ol, vataningga qayt. Akangni munosib ravishda dafn qilgin. Rahmat, onajon. Vataningda shunchalik sovuq bo'lishini unutman. Belaya Reka qanchalik chekka joy. Akam aynan shu yerda yashagan ekan. Ularcha bu yer shundayligicha qaloq holatda qotib qolgan. La'nati shaytonlar, dvigatelimni buzib qo'yishibdi. Endi qochib ketishga yo'l qo'ymaydi. Janob, mehmonxona qayerda? Menga tegmang, tinch qo'ying. Hech kimga hech narsa aytmayman. Aqldan ozgandik. Xullas, ayollarga yo'l qo'ymang, televizorni baland qo'ymang. Mana xonangiz kaliti. Qiziq, bu yerdagilar kimlar? Ularni o'zi taniysizmi? Desangiz aytmang. Ha, ularni taniyman. Ular bu yerda qolishgan edi. Ularni topa olmadik. Ivan qaytdi, faqatgina yo'lboshchimiz Ivan. Ulardan birining yongan suyaklarini topdik, ammo faqatgina bir. Ha, bu mening akam Mixail qoldiqlari edi. Men bu yerliklarning barchasini taniyman. Bu yerda unday odam yo'q. Unda bu medalyonchi? Ha, bu yo'qotilgan buyumlar shkafi. Istasang bu medalyonni olib ketaver. Bizga buning keragi yo'q. Mahalliylar akamni tanimaganidan hayron bo'ldim. Ichimda akam biror qorong'u ishga aralashgan degan tuyg'u bor edi. U yulduz emblemasi bo'lgan odamlar haqida aytganini esladim. Shular haqida so'radim. Sen politsiyadanmisan? Yo'q, shunchaki qiziqyapman. Yo'ldan charchadim, dam olishim kerak edi. Belaya Reka politsiyasidan qo'ng'iroq bo'ldi. Men Natalya Klimova, mahalliy uchastkovoyman. Akangizni men topdim. Siz bilan gaplashib olsak. Salom, men Viktor. Siz bilan telefonda gaplashganman. Ha, bilaman, kelishingizni kutgandim. Marhamat, o'tiring. Akangizning o'limidan achinaman. Afsuski, uni shaxsan tanimasdim. Men bu yerga bir hafta oldin kelganman. Oldingi uchastkovoyni o'lik topishgan. Mixail yolg'iz yashagan ekan. Bilaman, jasadini qachon ko'rsam bo'ladi? Hozir ekspertiza ishlari olib borilyapti. Uning dushmanlari bormi, bilasizmi? Yillar davomida gaplashmadik. Uning dushmani bor yo'qligini men bilmayman. Ammo g'alati g'or haqida gapirgan edi.
Men uchun juda qiziq, akamning jasadi ekanligini qayoqdan bildingiz? Hujjatlariga qaradik. Hujjatlari bor edi. Akamning o'limida kim aybdor bo'lishi mumkin? Men ham aynan shuni bilmoqchiman. Ha, albatta, sizning ishingiz bu. Men qo'limdan kelgancha surishtirishga harakat qilaman. Ammo u nima ishlarga aralashganligini bilishimiz lozim baribir. Qiziq, u qanday ishlarga aralashgan bo'lishi mumkin? Ha, mayli. Men bilganimcha aytaman sizga. Kelishdik. Siz nimadir holat bo'lsa bizga qo'ng'iroq qiling. Kim bor? Kimdir bormi? Yo'q, xudoyim. Bu yerda nima bo'ldi? Jasad bor bu yerda. La'nati. Nataliya, sizga qo'ng'iroq qilishga to'g'ri keldi. Sizning hududingizda nimadirlar tinch emas. O'ylaymanki, yo'lboshchi ham xuddi akamning topilmasi tufayli o'ldirishganga o'xshaydi. Mana bu izlar mening Snowmountain'dan emas, xuddi shundaylarni tog'larda ham ko'rishgan. Qayerga olib borishini tekshirib ko'ramiz. Izlar bizni baland tog'lar tomon yetaklardi. Biroz o'tmasdan qorlar juda ham keskinlik bilan bo'ronga aylanib, biz yo'limizni yo'qotdik va bir g'orga ko'zimiz tushdi. Biz boshpana qidirishimiz kerak edi. Bu nima balo bo'ldi? Keling tekshirib ko'ramiz. Yaxshi, ortimdan yuring. Bu ilonning shilim-shilig'iga o'xshaydi. Bo'ldi ekan. Bu yerlar shubhali. Ehtimol bu Mixail gapirgan g'or bo'lishi mumkin. Shu payt g'or ichidan g'alati tovushlar eshitildi. Fonarni yoqib, har tomonga qaratganimda, "Yo'q, xudoyim, bu qanday maxluq? Shilimshiqli yeb yotibdi va meni payqamadi ham." Ammo men bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Kiyim bo'laklari bor edi. "Viktor, bu sizmi?" Tez orqaga qaytamiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu nima bo'ldi? Bu mening o'tirik-ku. Tezda bu yerdan ketish kerak. Men o'z ilmiy bazam bilan bog'landim va g'ayrioddiy hodisalar haqida xabar berdim. Meni eng tashvishga solgani g'orda mutantlarning borligi emas. Bunday narsalar bilan ishlashga allaqachon o'rganib bo'lganman. Meni ko'proq Global Occult koalitsiyasining bunga aloqadorligi tashvishga soldi. Nahotki aynan ular mening akamni o'ldirishgan bo'lsa? Ko'p o'tmay Oqdaryo fondining Rossiya filiali yetib keldi. Inkognito agentlar mahalliy aholiga so'roq qilishdi. Lekin hech qanday jiddiy natija erisha olmadik. G'or yaqinida dala lageri tashkil qilindi. Mahalliy shifoxonada esa ilmiy laboratoriya barpo etildi. Birinchi ekspeditsiya davomida aniqlangan muhim faktlar: g'or ichkarisiga chuqur kirgan sari radiatsiya darajasi ortib boradi. Biz namunalarni o'rganishni va ular kuchli mutagen ekanligini aniqlandi. U yomon qo'llarda qanday fojialarga olib kelishini tasavvur qilish qo'rqinchli edi. G'ordagi mavjudotlar soni avval o'ylaganimdan ancha ko'p bo'lib chiqdi. Kamida 5 turli mavjudot aniqlandi. Ularni qo'lga olish oson bo'lmadi. Rahmat barchangizga, birodarlar. Men entomolog sifatida yaxshi bilardim. Bu hasharotlar mutlaqo fanga noma'lum edi. Viktor, bu yerda nima bo'lyapti? Oqdaryo to'la notanish odamlarga to'lib ketdi. Hammasi nazorat ostida. Nataliya, biz oddiy olimlarmiz. G'ordagi g'ayrioddiy hodisalarni o'rganyapmiz. Hammani aldasang ham, meni aldama. Sizlar aslida kimsizlar va qayerdansizlar? Hammasini keyin tushuntiraman. Ishon, biz yomon odamlar emasmiz. Bu yerga yordam berish uchun keldik. Va'da beraman, keyinroq ko'rishamiz. Morg. Men nima uchun bu yerga kelganimni unutayozdim. Mening akam Mixail u shu yerda edi. Yoki aniqrog'i, undan qolgan narsa shu yerda. Men akam Mixailni hech qachon unuta olmasam kerak. Katta tergovchi Viktor Nechayev, Mixail Nechayev qoldiqlarini ko'rmoqchiman. Bir daqiqa kuting.
Men bunga tayyor edim, lekin baribir ko'rganlarim meni larzaga soldi. Bu kuyib ketgan suyaklar bir paytlar mening akam edi. G'alati, chap yelkada suyaklari singan joylardan asar ham yo'q. Biror muammo bormi? Ha, katta muammo. Agar suyak parchalanib singan bo'lsa, uni bitganidan keyin iz qolar edi. Lekin bu yerda hech qanday iz yo'q. Bu mening akam emas. Hamma narsa tushunarli bo'ldi. Mixailning hujjatlarini kuygan jasad yoniga ataylab tashlashgan. Shunda uni akam deb o'ylashsin. Unda u qayerda? U ham mutantga aylanganmikan? Men javoblarni topishim shart edi. Shuning uchun tezda Snowbike'ga o'tirdim va g'or yomon tomon yo'l oldim. Balki o'sha mutantlardan biri akam ekanligini anglatadigan biror narsa topsam. Hujum qilishgan. Formasiga qaraganda Global Occult koalitsiyasining jangchilari. Ular anomal obyektlarni yo'q qilishni rejalashtirishgan. Lekin fond buni oddiygina taslim qilmaydi. Orada jang tugadi. Global Occult askarlari yo'q qilindi, ammo biz ham talafot ko'rdik. Mutantlar saqlanayotgan kameralar teshilib ketdi. Hech biri tirik qolmadi. Ularni olib keling, u hali tirik. Uni vertolyotga shifoxonaga yetkazish kerak. Global Occult ofitseri muhim ma'lumot manbasi edi. Ularning asl maqsadi nima edi? Sayyohlarni nega g'origa jo'natishdi? Yo'lboshchini nega yo'q qilishdi?